Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025 yılı 5 ayning 3 kuni men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 6 cho'ng mazmun bor. Bunga o'xshashlar hozir xabarlar bakcha chiqib ketib bordi. Ashta bo'lgan siri menga programma ishlashim biroz tasga ketib bordi. Xabarlar bakcha bo'lgandan keyin o'rlashtirib bo'lmaydi degandek. Şuna bugün bu ixchamroq qilishga tirishiman. Bugün to'xtalgan birinchi mazmun Uyg'ur Project Fondi bilan Uyg'urlar haqidagi xabarlar. Men tunugun shu Los Angeles rayonidagi bizning uyga 135 kilometr keladigan Korona degan shaharga mashina haydab berib, bir masjidda leksiya so'zlab berdim. Buni shu Los Angelesda yashagan mutallib inimiz o'rlashtirgan. Ötkende Abdullah Ayıp inimiz kelgan vaqtida bir faoliyat bo'lgan, shu faoliyatda bu masjidniki kishilarga talab qilgan temashda bir faoliyat ulashtirsak deb shuning bilan bo'ladi deb ashta ulashtirib bu faoliyat tunugun bo'ldi. Juma kuni tushdan keyin Los Angelesda mashina haydamoq intayin tas qisqadan olib ketadi. Shunga 150 kilometr yo'lga odatda 1,5 soatlarda uzun bo'lsin berib bo'ldi. Tunugun 3 soat aram bordim. Ashta qilib faoliyat qildik. Andikin DC'deki Ruşen Abbas sınırımızmı bir iş için Los Angeles'ka tünegin kelgen. O sınırımızmı nemige katnaştı, faaliyet katnaşıp aşamadan bu faaliyet asıldık planlandı mı yaxşı bulup anayeti bir obdan faaliyet oldu. Bir künşü kösüp keslegi. Mescidin keçideki faaliyet. Anda o'tganim degandek hozir vatanniki ahvoli Xitoylarniki ep qolgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini normallashtirish ishlari davomlashyotidi. Ashunday bo'lg'achqa endi bizmi qo'limizdan kelishicha dunyoga o'zimizni ahvolini anglatish bu ishlarni bo'shashtirmasligimiz kerak. Mana shuning ichidagi bir mazmun. Tunagi mana bir faoliyatni qilgan chog'da bir ish esimga kelib qoldi. Buningdan 32 yıl burun 1993 yılı 3. ayda men Ruşen Abbas sınırımız andiken Amerika'daki yine 15 aile birleşip Tanrıtağ Uygur o'quvchilar uyushmasini qurgan Amerikada. Shu chaqda men yasagan bir telefon daftari bor. Shu telefon daftarida jami 17 aile bor. Bunun 32 yıl burun. Şunu kurup, şu kurulgandan keyin onunla men reis, Ruşen Abbas muavin reis bo'lgan. Biz bir yıl vazifetep, her yılda almashtırılgan qilib keyin almashtırıp başlap qildik. Tünegün şu Ruşen Abbas xanım bilan endi bir yerga keldik endi. Ashuni ko'rib, şu 32 yıldan burunki ahvol esimga kelib qoldi. O çağda ben o'quvchidim, doktorlik unvoni uchun o'qiyotgan o'quvchidim, 2 balam bilan, 2 balam bor, uyim bor. Hem uyini beqib, hem o'qishimni o'qib, hem xizmat ishlab, hem Uyg'urlarniki ishlarini qilib ishlab qolgan. Shuningga oid o'ttigichilik 32 yil bo'lib ketibdi. Hayot baktiz ekan. Men tunugi yaqin shuni biroz eslab qoldim. Bugun deydigan yana bir ishim o'tganda sizlarga Memtimin Nezert akimizniki yangidan chiqqan kitobini biroz tunishtirgan. Zanjirlanmagan qalb deganga to'g'ri keldimi? Unchained mind degan yoki ashunday to'g'ri keladigan mazmun endi. Buning asosligi erkinlikniki yangilik yaratish jihatidagi roli mush narsalarni tasvirlagan bu kitobda. Andikin Memtimin Nezert akimiz bu kitobda İlham To'xti bilan meni ikki misol qilib, meni erkin dunyoda yashayotgan bir Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtini Xitoydagi diktator davlatda yashayotgan Uyg'ur ziyolisi deb misol qilib olgan. Yaqinda shu mazmunlarni Memtimin Nezert akimiz nima qilib YouTube qilib turliq chiqaryotdi. Maniki mush mazmunimi hem İngilizce hem Uygurca çıkırıptı. Nayeti ta'sirlandim. Mani bilgan sizlarga deyishimdagi sebep bunu Adalet ve insan hakları.
Bunu Mücadelesi, Zincirsiz Zihin, Özgürlük ve İnovasyonun Hikayesi kitabından bir bölüm. Yazar, Mehmet Emin Hazret. bunu ben Doktor Erkin Sidik. Bunu ben manga birligen ana çoğun şan şeref hem medet dep düşünümen. Şu fırsattan paylanıp Mehmetimiz Hazret Akımızga yemir qatım rahmet eytimen. Endi bu Mehmetimiz Hazret Akıniki yine hazır Akkakı'dan kitapları çıkıvatıdı. Ma qanday yetişip oldu ki bilmedim ama şundaq isli kitaplar Akkakı'dan çıkıvatıdı. Sizlerge yine bir neçini kösüp qo'yay. Mavi O'rta Asya degan kitap chiqibdi yangidan. Tili ingliz ekan. Buniki boshqa tillardan bor bo'lishi mumkin. Buni aniqlab qilishga vaqtim yetmay qoldi ma'atda. Andan keyin Sharqiy Turkiston bir aynak Mavi Palis deganni podsho o'rtasida kelgan podsho o'rtasida kelgan shu Palis deydi. Aynak o'rda ichidagi jig'a. Sharq Turkiston aynak o'rda ichidagi jig'a degan, jig'lashdagi jig'a degan kitob bu chiqibdi. Buni Some people are suffocating under the shadow of genocide, bularni punished for their faith, their language, their identity, and tragically, most Muslim nations remain silent. mani basma kitob shaklida chiqadimi o'qimadim, ammo YouTube bo'yicha chiqibdi. Shundoq bir-biridan esil bular. Şuna bularni bir tilgab qo'yay dedim. Bo'lsa buni ko'rib taqib qo'yinglar. Bu ko'rib taqishga pul ketmaydi. Bekchiq vaqtim ketmaydi. Bu akamizni aytdi ko'p ajr qilib bu kitoblarni ishlab chiqibdi. Shunaqa bo'lgandan keyin biz tarqitish bu ishlarda biroz to'p qo'shaylik bunga. Men mush kitoblarniki hammasiniki YouTube tor adresini bugungi videoning ostiga qo'yib qo'yman. Bu Facebook'taki video bir aydan keyin uchib ketadi ekan, uchirib ketadi ekan, lekin YouTube'da bor. Shu men chiqargan videolarniki hammasi YouTube'da bor. Bu Mehmet Hazret Akın'ın kitablarıniki YouTube adreslerini men shu videoning ostiga yozib qo'yman, shu yerdan tepib taqarsanlar bo'ladi. Endi vatan haqidagi yangiliklarni ozroq deb qo'yay. Yaqinda shu bizni vatanga berib 6 oy turib kelgan bir akamizniki bir ovozliq vücutda tarqaldi WhatsApp'larda. Uniki uzunluğu 9 minutdan uzun. Uni anglash kishiga zo'r zulm keladi. Endi bu akamizni aytdi tirishchilik ko'rsatib berib kelgandan keyin ahvollarni xulosalab yozibdi. Men burun ensirab kelayotgan ishlarninki hammasi bo'lib bo'lgandek. Masalanga akamiz deydi, Urumchining ko'chalarida menayotgan odamlarni ko'ribdi, Uyg'urlarni. Ular qarasa bir o'lik odam ketib menayotgandek ko'rindi ekan ko'zga. Hech qanday ruh yo'q insonda. Ruh o'lgan. Ko'zi pildilayotgan, lekin chiroylarida hech qanday qilgan. Deymiz, hissiyat degan narsa yo'q. Shunaqa bir holatga kelib qolibdi yashayotgan Uyg'urlar. Shunga men buni o'lik odamlarning menishi deb atadim. Andan keyin intayin yaqin tuqqan bo'lmasa asosan kurishish ishlarimi bir xil mumkin emas. Mumkin bo'lsa buni aytdi ahamiyatsiz bir ishlarga aylanib qolibdi. Qandaq uyga boslam kirib bo'lsa og'zingni og'zingni deb sharat qilayotgan. Shunga kishilarniki ovozi bor lekin geli bo'g'uluq, ko'zi bor lekin ko'rmaydi, quloqi bor lekin anglamaydi. Ashta qilib Uyg'urlarni. Men esimlarda bo'lsa, men burun automation degan bir so'zni ishlatgan. Xitoylarniki maqsadi Uyg'ur nufusning 3dan 1 qismini o'ltirish, 3dan 1 qismini sulash, qilib qolgan 3dan 1 qismini o'rta asrda yashagan insonlarga o'xshash automatonga aylantirib qo'yish, mashinadan aylantirib qo'yishni maqsad qildi deb bu gapni 2018-yildan boshlab deyishga boshlagan. Men o'zim erishgan uchurga asosan. Endi hozirgi muhokamizniki so'zdan olgandan keyin mush ish hozir amalga ish bo'pti degan bir xil tuyg'uga keldim. Yana bir fojialik ahvol. Hozir endi yoshi cho'ngroq
Uyg'urlarniki iqtisodiy boy ekan. O'zininki jinni beqib, bolalarga yordam qilib qolar ekan. Pensiya ketgan bo'lsa, pensiya maosh bilan. Hozir cho'ng bo'layotgan yoshlarda o'zini baholaydigan hech qanday iqtisodiy manba yo'q, iqtisodiy vosita yo'q. Shunga bir qism yoshlar ota-onasiga tayanib yashayotibdi, mayli to'y qilgan bo'lsin, to'y qilmagan bo'lsin. Endi hozirgi gap mushu bizdematlik ota-onalar tugab ketgandan keyin Uyg'urlar ahvoli qanday bo'lib ketadi? Bu bir intayin keskin ahvol. Yolg'iz bu taraflar emas, hozir yangidan cho'ng bo'layotgan bolalar Uyg'urchani hech qanday bilmay cho'ng bo'layotadi. Ashta bu boshqa endi 20 yildan keyin bizning ahvolimiz nimaga o'xshab qoladi Sharq Turkistonda degan ahvollar mening kallamdan zodi ketmaydi. Men shu gaplarni anglagandan keyin andan keyin bu akamizning degan yana bir gapi hech qanday Uyg'ur yezig'idagi kitoblar yo'q. Burun boshqa kitoblarni yo'q qismi Xi Jinping degan jallodniki kitobi bor endi Uyg'urchasi. Hozir Xi Jinpingning kitobidan tortib Uyg'ur yezigida yozilgan kitoblarning hamma yo'q qo'yibdi deydi. Shunga hozir hech qanday Uyg'urcha kitobni tepish mumkin emas ekan Sharq Turkistonda. Bu ahvol Uyg'urlarning oldiga yana bir cho'ng vazifani qo'ydi. O nima degan chog'da biz qanday qilib o'zimizning tilini, madaniyatini saqlab qolamiz. Yaqinqi ümidsizlik kayfiyati tufaylidan chet eldagi Uyg'urlarning o'z farzandlariga Uyg'ur tilini o'rgatish qiziqligidami zo'r o'zgarish bo'layotdi, tez nacharlashib bo'layotdi. Aslida bizda buning aksi bo'lishi kerak. Shunga ma'afalarni shunday deb qilyapman. Bu vaqtda xalqimiz o'ylanishi kerak, uyg'onishi kerak. Ahvolimiz bo'lib ketaversa, bizniki keyingi istiqbolimiz qanday bo'ladi degan masala. Andan keyin yaqinda Zumrad Davud singlimizniki chiqargan videolarda mana mazmunlar bor. Videosini hozir ko'rsatib qo'yaman men. Uyg'ur qizlariniki Xitoyga tez suratda setilishi. Xitoyga to'y qildim deb, tez suratda Xitoyga setilishi bu davomlashyapti. Andan keyin Uyg'ur bolalarniki yo'qolib ketishi og'ir hozir. Bir videoda G'arbistonning uyi degan G'uljidagi uy, mening farzimcha uyini ko'rsatibdi. U uy shunchalik vayron bo'lib ketgan. Agar vatanimiz mustaqil bo'lgan bo'lsa, biz mustaqil yashayotgan bo'lsak, G'arbistondagi uyi bizning bir asr atiqimiz bo'lib saqlangan muhim narsalarimiz bu. Hozir endi vayron bo'lib ketdi. Andan keyin G'uljidagi Xalq doktorxonasiniki bir ahvolda tasvirlangan videomi chiqdi. Onun da deyilishicha bir qism Uyg'ur xonimlari sen muddatlik tashimsan bo'lmaydi deb doktorxonaga idoralardan ishlayotgan yerlardan talab qildi ekan. Sen o'zingni tashhidkorlikni isbot etib bersan bo'lmaydi deb. Lekin bular tashhid qilib bo'lsa, qo'lini putini bog'lab qo'yib bir qism ishlarni qilib bo'lgan. Intayin echinish ahvollar. Shuna ahvollarni bayon qildi. Bu yerdagi nima uchun bu xonimlarni bog'lab qo'yib turib tekshirdi, bular uqilolmaydi. Ajoyib bir g'alati ishlar bo'lib turibdi. Andan keyin ba'zi ta'sirli ko'rinishlarmi bor. Masalan, eri tutib ketilgandan keyin, yo'qolib ketgandan keyin xonimi yana oilaga sodiq bo'lib, bolalari ota-onasidan xabar olib yine müstehkem yaşayotgan ahvallarmı var. Andan keyin necha 100 yillik tarixga ega bo'lgan tarixi bor. İşte masjidlarniki vayron bo'lish ahvollari. Yana bir videoda bir singlimizniki bir yilning oldida bo'lgan ekan, hozir shu yillik bir yil bo'lganligi munosabat bilan ishlagan video ekan. O singlimizning deyishicha eri sog' salomat ekan, normal yashayotgan bola. Uni akitib 3 kundan keyin uligini akib beribdi. Endi bu singlimiz bu ishni shu saqchi o'rinlarida ishlayotgan Uyg'urlardan ko'rdi ekan. Ashla qaslavati edi. Endi bu ishning ahvoli nima desa, bir sog' salomat odamni tutib ketib 3 kundan keyin uligini akib bergan ahvol. Xitoylarniki Uyg'ur masjidlarini chiqishi davomlashyapti hozirmi? Andan keyin
yana ba'zi videolarda Xitoyga tekkan Uyg'ur xonimlariniki hasratlari, ular ko'rayotgan kunlar. Men bu videolardan bir nechini tanlab qisqalam ko'rsatib qo'yay. Meni ko'rsatishga vaqt yo'q. Zumrat Davud singlimizga shunchalik rahmatim bor meniki. Bu Xitoy bilan tez suratda to'y qilayotgan Uyg'ur qizlarniki bir ko'rinishi. Yo'qolib ketayotgan Uyg'ur bolalari, Uyg'ur bolalarini asosan ishki azosini o'g'irlab setish uchun akitidi bular. Bu G'arbistonamniki G'arbistonning uyi ekan. Menimcha bu G'oljida bo'lishi mumkin deb o'yladim. Uniki hozirgi holati. Nima Facebook hisobi bor qarindoshlar, o'shaga berib bevosita ko'rib baqsanlarmi bo'ladi. Bu ballab qilib tekshirilgan xonimlardan birisi. Bu vayron qilingan necha yuz yillik tarixga ega masjidniki ahvoli. Albatta men degan tutilib ketib 3 kundan keyin o'lgani akib bergan bolamiz shu ekan. Elimizimiz shu ekan. Bu videolar buguncha mushlik bo'lsin. Bugun to'xtalgan ikkinchi mazmun Xitoyning xabari. Hozir Xitoydagi huquq kurashi intayin kaskin. Har kuni degidek yangidan gaplar chiqyotdi, yangidan xabarlar chiqyotdi. Endi Xi Jinping degan jallatniki o'rni haqida ikki cho'ng ko'z qarash bor. Uniki birinchisi hozirmi hamma huquq Xi Jinpingning qo'lida degan bu bir ko'z qarash. Ba'zi ichki xabarlarga asoslangan chog'da bu yil 2025 va kelar yil 2025-2026 yili Xitoydagi kadrlarga chirikchilik bahonasi bilan bir cho'ng tozalash elib bordi ekan. Bu tozalashlikniki nishonlari hozir ishlayotgan kadrlarmi bor, pensiyaga chiqib bo'lgan, pensiyaga chiqqili necha yil bo'lib ketgan kadrlarmi bor ekan. Masalan, hammasini chirikchiligini tekshiramiz degan munosabat bilan tekshirur ekan. Bu yolg'iz bir siyosiy harakat bo'lmasdan, bu ham iqtisodiy harakat. Bu yerdagi siyosiy harakat tusini olgan tarafi Xi Jinpingga sodiq emaslarni jazolash. Hozir Xi Jinpingga qarshi kuchlarni intayin shiddat bilan kuchayyotdi, odam soni ko'payyotdi. Hozir endi shuni chirikchilikni bahona qilib turib, o'ziga sodiq emas odamlarni tozalab o'tish. Bu siyosiy tusi, siyosiy jihatdagi ahvol. Iqtisodiy jihatdan hozir endi Amerikaniki Xitoyga qaratgan chegara beji iqtisodiy jazosi tufaylidan Xitoyda intayin zo'r iqtisodiy vayronchilik bo'lyotdi. Bu yil ishsizlar qo'shiniga qo'shilgan odamlarning soni konservativ hisoblaganda 20 million bo'lishi mumkin deb qaralyotdi hozir. Nurg'un yoshlar ishsiz qilib, zavodlar orqadan taqilib, do'kon, restoranlarga kiradigan odami yo'q. Urumchidan o'xshash bu ahvol. Ashtaq bir ahvol damlashyotdi hozir. Shunga bu yerda Xi Jinping shu chirikchilikni tekshiraman deb Xitoy kadrlari yaqinqi 10-20 yil mobaynida uyga to'plab olgan boyliqlarni musodara qilish. Mush orqali Amerikaniki jazosidan kelib chiqqan iqtisodiy ziyonniki bir qismini to'ldirib olish. Mushni maqsad qilyapti deydi.
근데 뭐다 desem Xitaylarniki kadrlarında aşacak pul çıkanmı dep o'ylashinglar mumkin. Aşağı pul çıkıdı. Kadrları Xitoydagi şu zaten biraz hukuk va adamlarning hammasi intan samirib ketdi. Yaqinqi 10-20 yilning mobaynida tutilgan odamlar, ba'zi tashirilgan odamlarning uyidan bir qancha tonna naqd pul chiqqan ahvollar bor. U 100 so'mlik pul, Xitoyning puli, undan bir qancha tonna chiqdi degan gap, pul miqdori intayin zo'r endi. Hatta bu başqa Xi Jinping hazır iqtisodiy nurg'un hukumat, yerlik hukumatlarning pul siqolmay, hatta bu ahvolda mushuni bahona qilib turib, yaqinqi 10-20-30 yilning mobaynida samirib olgan kadrlarniki boyliqni musodir qilib, musharqiliq davlatni mongdirish mushuni nishonlayotdi deydi. Bu birinchi ko'z qarash. Xi Jinping hozirmi hamma huquqni qo'lda tutib turyapti degan ko'z qarash. İkinci göz qarash Xi Jinping'ninki o'rnini qattiq tavridi degan ko'z qarash. Yaqinda diqqat qilsanglar, shu medialarda bir gap o'tirib chiqdi. Buningda Trump men Xi Jinping bilan ko'rishyapman, Xitoy vakillari bilan ko'rishyapman degan gapni dedi. Xitoy darhallam yo'q, unda ish yo'q. Bizniki Amerika bilan hech qanday ko'rishib, so'plashayotgan ishimiz yo'q deb shuna dedi. Shunga bu yerda kim yolg'onchi degan savol kelib chiqdi. Amaliyotda ikkisi yolg'onchi emas. Bu ikkisiniki deyotgan gap rost. Qanday ish qilsanglar, Trumpniki vakili Xitoyniki odamlarga ko'rsatgan ahvol bor. Yaqinda Xitoyniki bir savdo umiga kelib, Amerikaniki savdo ministriga kirib qolgan bir ko'rinishni bir koreyalik muxbir rasm tortib olibdi ekan. Keyin Xitoyniki vakillar kelib rasmni o'chirmasin deb majburiy o'chirgizib o'tibdi. Aslida bular maxfiy kelgan ekan ko'rishgili. Oshkorlamaymiz deb. Shunga bir Koreyani muxbir tortib ekan. Shunga bu rasmlar o'tirib chiqmadi, lekin ma gaplar o'tirib chiqdi. Demak, Xitoy yaqinda bir vakil o'tib, Amerika savdo ministrligi kurashdi degan gap. Işte ahvollar bo'ldi. Lekin bu kurish bo'lib qolgandan keyin darhol Xitoy bir video chiqardi. Bu degani tizlanmaymiz degan. Buningda ayni vaqtdagi Amerika Koreya urushidagi mavzuniki degan ba'zi gaplarni chiqarib, Amerika bizni qancha uzoq urushsa biz shuncha uzoq urushimiz, ularga biz tez bitmaymiz degan. Ular bir qog'oz yo'lvas degan ashlat bir mazmunda. Demak, bu yerda nima bo'ldi desa, bu qatamki bu savdo suhbati mag'lub bo'ldi degan gap. Bular urushdi, birliklanmadi degan gap. Shuni Xitoy qaytib ketiblar, videoni chiqardi. Endi bu Amerikaga avatganlar kim u? Kimning adimi degan masala bor bu yerda. Endi ba'zilarning deyishicha, Amerikaga kelib savdo ministri bilan ko'rishgan bu umak Xi Jinpingning emas, Xi Jinpingga qarshi tarafniki odamlari degan gap o'tirib chiqyapti. Xitoy Kompartiyasi har oyda Politbyuro yig'in ochadi. Har oyda bir qatim ochadi. 4-oydagi yig'inda Xi Jinpingni yadro qilgan markaz degan so'z ishlatildi. Burunqidek Xi Jinpingni maqtaydigan, ko'kka ko'taradigan, hamma ishda Xi Jinpingni yadro qilamiz degan unda Xi Jinpingniki huquqni gavdandiradigan bunday gaplar faqat chiqmaydi. Ondan keyin burunqida ashta gaplar qildigan ishlar hozir yo'qolib ketdi, biroq mumkin. Bu yig'in haqidagi xabardami Xi Jinpingning ismi faqat bir qatam chiqibdi. Boshqalarda Xi Jinpingning ismi tilg'anilmabdi. Ondan keyin yig'inga kimlarning kelganligini demabdi, shu yig'in haqidagi xabarda. Agar diqqat qilsanglar, o'tgan yil Xitoyniki 20-qurultiy 3-umumiy yig'ini vaqtida Xi Jinping bir ish yuz bergan. Shu yig'in maydonida kesilib tutib qolganmi, mana bir ish bo'lib, orliqda Xi Jinping 10 necha kun yo'qolib ketgan, hech narga bormay. Keyin bir umakli ko'rishgan chog'da uniki kallasining oq tarafida chechlarini tushirib etib, yangidan qaytadan chash chiqqan bir ahvollar ko'rindi. Uni Xitoylar yushirib, u ko'rinishini be'magan, lekin chet el muxbirlar tortib olgan rasmlar chiqib, u rasm tarqalib ketdi. Shu chog'da Xi Jinpingniki bir mengiga qon tushishdek bir kasal bo'libdi, operatsiyadan chiqibdi degan gaplar bo'lgan. Hozir endi shuningdek hozirgi ikkinchi faraz nima degan chog'da
shu qitimki shu voqeadan keyin Shi Jinpingniki salomatligi nachar, normal inson emas. Shu ish bo'lgandan keyin ba'zi Shi Jinpingga qarshi kuchlar Xitoydagi pishqadamlarni izlab, masalan, Vinjavo, Jurongji, Hu Jintao degandeklarni izlab, bu Shi Jinpingga qarshi bir rahbariy qo'shin shakllantirgan. Bu qo'shinniki eng oldiga chiqqan odam Xitoylarniki harbiy komiteti muavin raisi Zhang Youxia. Men Zhang Youxianing gapini o'tganda sizlarga aytib berdim. Shundan keyin Zhang Youxia bir qatim Vyetnamga ziyoratga bordi. Ziyoratga borgan vaqtida Vyetnam Zhang Youxiani xuddi bir davlat rahbarini, birinchi qo'l rahbarini kutgandek kutdi bola. Andaki Zhang Youxia intayin alkavur ashlaq bo'ldi. Hozirgi o'ta chiqayotgan gap Shi Jinpingga qarshi harbiy guruhiniki oldiga chiqqan adami Zhang Youxia. Shunga ma gaplar chakvasidi burun biz ko'rgan ahvollar bilan. Shunga shu Shi Jinping og'riq qilib, 10 kun balnislarda yetib, davolanib, keyin hushlikib o'tirib chiqqan vaqtida huquq ketib bo'lgan allaqachon. Qayrlar tatib olgan Shi Jinpingning huquqini. Ammo yeni huquq gruppasi ikki cho'ng masalaga duch keldi. Uning birinchisi Xitoyni nega boshlashni bilmadi. Hozir Xitoyning ahvoli intayin nachar, yuz berayotgan masala intayin ko'p bo'lg'achqa, uni darhol o'ngishga olmaydi. Ashta bo'lg'achqa Xitoyni nega boshlasak bo'ldi deganda gangrab, shunga yenilamkin Shi Jinpingniki obraziniki bir qismini saqlab kelyapti bular. O'tirdiki ishlarga bir qism ishlarga Shi Jinpingni chiqarib qo'yib, masalan, iqtisodiy masalada yenilam Shi Jinping shu tutqanda ko'rsatyapti hozir. Bu ikkinchi sabab nima desa, Shi Jinping paydo qilgan axlatni hech kimning tayyorgisi kelmayapti. Hozir men degandek Xitoyda ahvol intayin og'ir. Shunga bu yangi chiqqan rahbar uchun bu ishlarni qanday qilib o'ngshash intayin og'ir to'xtaydigan bir ahvol. Shunga yangi chiqqan guruhga ishga duch keldi. Shunga iqtisodni va Amerika bilan bo'lgan savdo urushini yanılam Shi Jinpingni tashlab berib, Shi Jinpingni siyosiy huquq bilan harbiy huquqdan yiroqlashtirdi. Agar diqqat qilsanglar, yaqinda Xitoylarniki harbiy komitetniki muavin raisi Miao Hua va He Weidong degan ikki Xitoy tutildi yaqinda. Tutilib yo'qolib ketdi bular, uzun bo'ldi hozir. Hech qanday bir faoliyatlarga ko'rinmayotdi. Aslida bu ikki odam Shi Jinping odamlari. Shi Jinping o'zi tanlab, o'zi o'stirgan kishilar. Yaqinda ularni tozalandi. Mushumu Shi Jinpingniki hozir harbiy huquqdan qilib qolganliginiki bir namoyandasi deyilyotdi. Bu ikki odamni tutgan vaqtida ularniki qo'lga ilinishdagi sabab ularniki chirikligi degan gap yo'q. Ashta bo'lg'achqa buni tutqanlar Shi Jinping emas, Shi Jinpingga qarshi kuchlar tutdi deyapti. Endi bu ishlarniki bu ikki xil ko'z qarashniki qarshi rost. Buni yaqinda endi pat arada bilalaymiz deb o'ylayman. Uniki bir misol nima bo'ldi desanglar, yaqinda Xitoyniki 20-qurultiy 4-umumiy yig'ini ochildi. Mushu umumiy yig'inda agar Shi Jinping hozir o'ziniki iqtisodiy va harbiy huquqidan ayrilib qolganligi, Shi Jinpingning ayrilib qolganligi rost bo'lsa, bu qatimki 4-umumiy yig'inda Xitoyniki bir qism yangi siyosatlari o'tirib chiqishi mumkin. Onun içindeki bir ehtimollik Li Keqiang o'tirib qo'ygan 6 tadbir bor ekan ayni vaqtida. Li Keqiang degan Xitoyniki zonisi o'lib ketdi. Huquqdan tushib bir yildagilar o'ldi. Shuning o'tirib qo'ygan 6 tadbir bor ekan, iqtisodiy tadbirlari. Shu 6 tadbir endi qaytadan o'tirib chiqish mumkin deydi. Hozir ikkinchi ehtimollikniki namoyandasi sifatida yuz berayotgan bir ahvol. Hozir Zhang Youxia nega borsa zo'r bir cho'ng o'zini qo'g'daydigan qo'shinni bilib yuradigan bo'libdi hozir.
Sababi Xi Jinpingniki ziyonkashlikka uchramaslik uchun Xi Jinpingni o'ltirganligi deb qo'rqib, nayti bir cho'ng Jingmei deydi bular. Shularni bilib yuradigan bo'pti. Masalan, hozir Junanxayga bir ishqi berib qolsa, Junanxayning sirtiga qochadigan butun ishik, tushuk hammasini yetadi ekan bu. Hech kimni qacholmaydigan qilib turib bordi ekan u yerga. Sababi Xi Jinping meni qasdlayapmi sonunda. Hozir bu ishlar yaqinda tez oshkorlanyotdi. Andikin yana bir o'tirib chiqqan bir maxfiy uchur, shu Xitoyniki hokimiyat ichidagilar tarqatgan ba'zi uchurlar, uning ichida menda bir narsa bor. 3-yanlik 31-kuni Xitoyniki politbyurosi bir yig'in ichib, uningda madaniyat inqilobining ig'ir xatoligini e'tirof qilish va 11-qurultay 3-umumiy yig'indan keyingi ulug' g'alabalarni muayyanlashtirish qarorini olgan degan gap o'tirib chiqdi. Bu yerdagi 11-qurultay 3-umumiy yig'inniki g'alabasini muayyanlashtirish degan gap, Deng Xiaopingni muayyanlashtirish degan gap xabarlarda bo'lsa, Xi Jinping Deng Xiaopingning butun narsani inkor qilyapti. Xitoyda aslida yaqinqi Xitoylarniki iqtisodiyotdagi kuchayishida tüp rol oynagan adam Deng Xiaoping deb qaraladi. Lekin Xi Jinping buni butunlay inkor qilib, boshqacha yo'l tutib olgan. Endi mojig'inda shuni muayyanlashtiribdi degan gap bor. Agar bu rost bo'lsa, shu yaqinda Xi Jinpingning iqtisodiy siyosatini inkor qilib, bir qism yangi iqtisodiy siyosatlar o'tirib chiqishi mumkin. Lekin hozircha buniki o'tirib chiqqan siyosat jihatdagi alomatlari yo'q. Lekin bu shu ikki ko'z qarashniki qosiras buni bilalaydigan yana bir fursat bor yaqinda. U nima desanglar, 5-yaniki 9-kuni Putin Moskvada Ikkinchi Dünya urushi g'alabasining 80 yilligini xotirlash bir cho'ng faoliyat ulashtirmoqchi. Manur demelki qusam maydonlarda nurg'un harbiy nasriy odamlar mengi qilgan bir paradni o'tadigan ashtab ishni qilmoqchi. Bu ishga Xi Jinping mi bormoqchi? Xi Jinping o'zla emas, uni bir shu paraddan o'tadigan bir qo'shinni bilan olib o'tkazib ashtab qilmoqchi. 5-yangi 9-kuni. Bugun 5-yangi 3, ashtab bo'lganda 6 kun qoldi degan gap. Agar Xi Jinping mush faoliyatga bora olsa, u texi huquqdan qolmaganligini ifodalaydi. Agar borolmasa, agar bu ish amaldan qolsa, Xi Jinpingniki huquqidan tushib ketganligi oshkorlandi. Mushta qarilyapti hozir, mush bir fursat. Nima degan chog'da Xi Jinping faqat o'zining huquqini mustahkamlab, xotirjam bizga boralaydigan ahvol bo'lsa, boralaydi faoliyatga, bunisi boramaydi degan. Yaqinda yana bir gap o'tirib chiqyapti, tunagundan tortib. Xi Jinping Shanxayga beribdi. Shanxayga berib, Shanxayniki hozirgi sekretari shujisi bo'lgan adam hozirgi huquq kurashidagi ikki tarafdan hech qaysi tabi emas ekan. 100 yosh, 61 yosh Yevropada doktor unvonini kelib qilgan bir kishi ekan. Hozir hamda Xi Jinping ehtimol shu odamni izbosar qilib tarbiyalayotgan, izbosar qilib tanlamoqchi o'xshaydi degan gaplar chiqyapti tunugundan boshlab. Bu texi yangi gap, uning ustiga odammi burun ismi chiqqan odam emas, shunga men vaqt degan ismini topay deb o'ylamadim. Hozircha zaruri yo'q, keyincha bu ish taraqqiy qilsa maslaga bu taqliq uchur biraman. Yaqinda uchinchi mazmun bir analiz xarakterlik mazmun Xitoyniki hozir ahvoli to'g'riliq. Amerikada Pershing Square Capital Management degan bir mablag' shirkatiniki birinchi qo'l boshlig'i CEOsi Xitoy haqida bir necha nuqtalarni o'tirib qo'yibdi. Bu Xitoyniki hozirgi ahvolini tushunishga hozir foydasi bor deb o'yladim. Shunga men sizlarga qisqacha xulosalab beraman buni. O adam deydi Bill Ackman degan adam. Bill Ackman Pershing Square Capital Management'niki boshlig'i ekan.
Onda bunda 4 narsani o'tirib qo'yibdi. Birinchisi, Xitoy Kompartiya hukumati uzunni ko'zlaydi deydi. Ammo Amerika qisqani ko'zlaydi. Bu degan nega gap desa, Xitoyda o'qishdagi kishilar almashmaydi deydi. Lekin Amerikaniki 4 yil almashib ketadi. Shunga 4 yildan keyin Trump chiqib ketadi huquqidan. Shunga buni Xitoylar to'yan deydi. To'yan degani uzunga suzish yoki kechiktirish taktikasi. Ashta qilib yurib, buni qilib, Amerikani ahmoq qilib yurib, 4 yilni to'shqizib, shu Amerikadan Xi Jinping chiqib ketgandan keyin Xitoylar yana Amerikaga qarshi yangi ishlarni boshlash mumkin deydi. Birinchisi. Ikkinchisi, Xitoy uzun muddatlikka chidaydi, lekin Amerika chidamaydi. Deydi. Lekin bu jihatda yana bir ahvol bor, u bo'lsa-mu, ammo boj urushi uzun suzilib ketsa, shirkatlar, Xitoydagi shirkatlar Vyetnam, Meksiko, Amerika va Hindistonga ko'chidi. Shunga uzun suzish amaliyotda Xitoy Kompartiya hokimiyatiga foydali emas, ziyonli. Amerikaga foydali. Hozir buni alomatlari aytib ko'p. Hozir bir qism shirkatlar Amerikaga ko'chib kelishga boshladi allaqachon. Bo'libmi yuqori texnologiyaning shirkatlari. Shunga bu jihatdan yangilik havola bor, madam shuni da'vatidandi. Shunga agar garchi Xitoy to'yan qilib, uzun suzib, kechiktirib, shu orqali Amerikani yengimiz desimi, orqaga so'zg'an sari Xitoydagi shirkatlar ko'chib ketadi boshqa yerlarga. Bu Xitoy uchun ziyonli deydi. Üçüncüsü, Amerika Xitoy munosabati yomonlashganda shirkatlarni Xitoyda saqlab qolish mumkin emas. Iqtisodiy faoliyatdagi bir intayin muhim shart, iqtisodiy taraqqiyotdagi muhim bir shart muqimlik. Muqimsizlik bo'lsa, aniqsizlik bo'lsa, iqtisod intayin tushib ketadi. Mana bu paychak bozorimi shundoq, yaqinda biz ko'ryapmiz buni, birdan osmon birdan yerga tushib degandek, ochaq qo'yadi. Shunga madem deydi, agar Amerika Xitoy munosabati yomonlashsa, normallashmasa, Xitoy chet elniki shirkatlari o'zining shirkatini Xitoyda saqlab turavermaydi, ko'chib ketadi deydi. To'rtinchisi, Amerika Xitoyga qaratgan bojni tuvalatishi mumkin deydi. Tuvalatadi. Sababi Xitoyga qaratgan bojni tuvalatib, Xitoydagi Amerika shirkatlari yasagan mallarni setib olib, aşı setib bo'lgandan keyin bojni qayta o'stirish mumkin. Melini setib olib, Amerikaning shirkatlarini Amerikaga qaytarib kelmoqchi deydi. Shunga Amerika Xitoyga qaratgan bojni tuvalatishi mumkin deb. Yaqinda bu to'g'riliq gaplar hali jiq. Nurg'un kishilar yaxshi ko'rmayotdi buni. Bulutmu Trumpni jumlaqda o'z birdam andaqda birdam o'stib birdam tushirib narsa qilyotdi deb. Buning hammasining orqasiga yushirilgan maqsadlar bor. Xitoy qaratgan bojdagi orqa yushirilgan maqsad shu ma'adaning degan deyishcha endi Amerika o'ziniki Xitoyda ishlab chiqargan mollarini tuvan bojni tuvalatish orqali setib olib, unidagi shirkatlarni Amerikaga yetkazib ketmoqchi deydi. Endi bu g'arbliklarniki, shu Bill Ockmanniki ahvoli shu, g'arbliklarniki bir tushunmaydigan yeri. Xitoyniki ansiraydigini yuz emas, texnikani saqlab qolish. Mushtaq taraflari bor. Shunga bu tarafga ashani Amerika falanchi tushunib ketmaydi deydi ma'ada. Bugun to'xtaladigan 4-chi xabar Amerika-Ukraina urushi haqidagi xabar. Odam Amerika-Ukraina munosabati. Ukraina-Rossiya urushi haqida. Aslida bizniki derdimiz intayin yetib oshidi. Bu qolgan ishlarni belki ko'p demasam bo'ladi. Lekin bu ishlarda cho'ng ig'ir qaymoqish bor kishilarda. Yaqinda bir yangi o'zgarish bo'ldi. Bu nima desanglar? Trump bilan Zelenskiy 15 minut ko'rishdi yaqinda. Popniki o'limiga Popni dafn qilish marosimiga borgan vaqtida ikkisi ayrim 15 minut ko'rishdi. Aslida Fransiyaniki bosh ministerimiz birga qatnashman deganda, uni sen kelmaydigan ikkimizni paramishimiz deb 15 minut ko'rishib, ashna bilan Trump Zelenskiyni kelishimga ma'qul qilg'izdi endi. Kelishimni qabul qilg'izdi.
Şu bu kelişim nima? Muşaqda intay qalaymiqan söz cho'chaklar bor. Taqlib жүрген. Ben shuni sizlarga qisqacha xulosalab beray. Bu qatimki kelishimniki asosli mazmuni hech qanday Amerika Ukrainadan foydalanib oladigan ahvol yo'q. Uniki mazmunda bunday narsalar bor. Bu nimchalar deysizlar desanglar, mazmunda Ukrainadagi mineral toshlarniki oz uchraydigan tuproq, oz uchraydigan tuproq degani 17 xil metallarni o'z ichiga oladi. Shu mineral konlarniki hammasini Ukraina kontrol qiladi. Qaysi qanday ichish, uni qanday ichish, bularning hammasini Ukraina qaror qildi, Amerika emas. Amerika Ukrainaning uzun muddatlik taraqqiyot va muqimligiga kafolatlik qiladi. Bu gap intayin muhim. Amerika Ukrainaning uzun muddatlik taraqqiyot va muqimligiga kafolatlik qiladi. Amerika Ukrainaga Ukrainaning mablag' iqtisodiy qurollar va boshqa iqtisodiy yordam bilan ta'minlaydi. Bu amaliyot qarasanglar, garchi aniq demasimi, Amerika Ukrainaniki bexatarligini qo'g'daydi demasimi, yuqorqi narsaga diqqat qilsanglar, Amerika amaliyotda Ukrainaniki bexatarligiga diqqat qildi degan gap. Amerikaniki shirkatlari Ukrainada oz uchragan to'pa konlarini ichib, ashlarni qisa, o'tganda men degandek, bu konlarniki ko'pinchisi zo'r qismi hozir Rossiya besib olgan 4 rayon bilan Ukrainaniki chegarasiga yaqin yerlarda. U yerga Amerikaliklar berib, shirkat qurib, u yerni qizishga boshlasa, Rossiya atrofga o'tolmaydi. Ularni bu shirkatlar ish qilayotgan yerlarni etib ezib o'taman desa, Amerika hujum qilgan bo'ladi. Shuning bilan amaliyotda Amerika Ukrainani qo'g'daydi degan gap. Andan keyin bu yangi tadbir, o'tirg'iga chiqqan yangi tadbir urishniki qisqa vaqt ichida to'xtashiga turtki bo'lishi mumkin deydi. Endi bunday ahvolda sababi nima desanglar, bunday ahvolda mayli Ukraina bo'lsin, mayli Rossiya bo'lsin, ular uchun bu urushni uzun muddat davomlashtirishni hech qanday qimmat qilib qolmaydi. Nima qilganda Rossiya Ukrainaniki yangi joylarni egallayolmaydi, masalan, atrofga taraqqiy qilib olmaydi degan gap. Ashna bilan urushni to'xtatishga majbur bo'ladi deydi. Buning ichida shu Amerikaning Ukrainaga qaratgan bexatarlik kapolati yushirilgan. Anikin shu kelishimga yezilgan narsalar ichida nima gap bor ekan? Amerika Ukrainaniki erkinligi, zamin butunligi va bexatarligiga yordam qiladi deb. Shu narsalar endi Rossiyani urushni to'xtatishga majburlaydi. Ondan keyin bu qatorki kelishimda deyilgan yana bir narsa, Amerika Ukrainadan burun qilgan 350 milliard dollarlik yordamni qaytarib berishni talab qilmaydi. Uni endi yordam hisoblayapti, qarz emas, yordam hisoblayapti deydi. Bu yerda hozir Trumpning davlatini 350 milliard dollar, Zelenskiyning davlatini 120 milliard dollar degan pul bor endi. Mush pulni endi yordam deb hisoblaymiz, uni qaytarib olamiz demaymiz deydi. Burun o'tganda shu minerallarni qazib, shu orqali shu burunqa yordamlarni qaytarib olamiz degan, hozir buni bitta o'zgartiribdi. Buni yordam deb hisoblabdi. Ondan keyin Amerika Ukrainaniki Yevropa birligiga kirishiga yordam qiladi deydi. Ukrainaniki Yevropa birligiga kirishiga yordam qiladi. Ondan keyin bu yerda yana bir gap chiqdi. 10 yilgachilik Amerika Ukrainadagi konlarni ichib topgan pulni Amerikaga yondirib kelmaydi deydi. O pulni yana Ukrainaga mablag' qilib soladi. 10 yilgachilik. 10 yilgachilik Amerikaga hech qanday foyda kelmaydi deydi u konlarni ochganga. Bu narsalarni dedi
mush kelishim chiqib bo'lgandan keyin Ukrainaniki tashqi ishlar boshlig'imi bir kim endi so'z qilib, endi bu kelishim haqiqiy barobarlik kelishimi bo'ldi. Bir haqqoniy kelishim bo'ldi, adolatli kelishim bo'ldi deb shu narsani o'tirib qo'yibdi. Agar obdaroq o'ylab baxsanglar, bu adolatli kelishim emas. Bu Amerika yeni ziyon tortib, o'zini qurbon qilib turib, Ukrainaga yordam qilib, shu orqali Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urushni to'xtatish kelishimi bu. Unda o'ylab baxsanglar. Burun qilgan yordam pullar ularni qaytarib olmaydigan bo'ldi. 10 yil ichida bu kan qilishdan kirgan pulni Amerika ekelmaydigan bo'ldi. Bu barobar olmaydi bu. Yine Amerikadan foydalanlik qildi amaliyotda. Ashta bo'lsa Amerika uni boshqa gap qilmaydi, lekin Ukraina yine agaplarni davatadi. Ma endi rasmiy bir adolatlik barobar tamponlik ostidagi bir kelishim bo'ldi deb shuni davatadi. Muşunun münasebeti yeni bir kısım işler oturup çıktı. Muşu kelişimde oturup koyulan madan nesler var. Rusya'nın Ukrayna'ya tecavüz kılışıga yardım kılan hiç kandak devlet Ukrayna'nı kaytadan kurup çıkış kuruluşuna katlaştırılmaydı. Ular mani kılındı. Bunun diyen gap Xitay kolunu tat. Sen Ukrayna'ya kirip yine ularga bunu hesap vermen diyemeysen diyen gap endi. Aniken Amerika'da bir Lindsey Graham degan bir senator var, o cumhuriyetçi senator. Bu kişi Ukrayna bilan belki yakın bu adam. Bu adam deydi, hazır bir kanun layihasini tayyorlayapmiz. Bu kanun layihasini qo'llaganlarning soni senatorning ichidagi 72 adam. Senatorda jami 100 adam bor. 100 adamdan uniki 20 sal ko'proq Cumhuriyetçi qolganlar demokratçı. Shulardan 72 adam shu billni qo'llovchilar bo'ldi. Bu qonun loyihasini. Bu qonun loyihasiniki mazmuni hozir mazmun mundaq. Hozir Rossiyadan neft va tabiiy gazni import qilayotgan davlatlarning hammasiga 500% chegara beji qo'shimiz deydi. Rossiyadan neft va tabiiy gazni ekirayotgan eng chong davlat ne desanglar, Xitoy. Xitoyniki energiyasiniki zo'r qismi shu Rossiyadan kelyotadi. Rossiyadan neft gaz elib, ularni qurol sanoat buyumlari bilan ta'minlab, boshqa savdo qilib kelyotadi Xitoy. Demak, agar ma qonun loyihasi tasdiqlansa, bu qonun loyihasini yeni Xitoyni yolg'iz qoldirdi. Xitoyniki Rossiyadan neft va gaz akirish yo'lini itidi degan gap. Ondan keyin Trump yana bir narsani o'tirib qo'ydi. Irandan neft import qilayotgan davlatlar uni darhol to'xtatish kerak. Agar to'xtatmasa, men ikkinchi qitimliq chegara bejini qo'shiman deb dedi. İran'dan neftlarni akirayotgan, eng chong jiq akirayotgan davlat kim desanglar, yine Xitoy. Xitoy o'tganda İran bilan 25 yillik savdo yordam, savdo hamkorlik kelishimi tuzilgan. 25 yillik İran'ni samiritayotgan birinchi davlat Xitoy. Hozir Trump uni ham tutish qildi. Demak, bu yerdagi gaplar nima desanglar, hozir aslida Trump'daki maqsadi masalaga o'tganda degan. Ukraina Rossiya ishini bitirib qilib bo'lib, butun diqqatini Xitoyga qaratib, Xitoyni joylamoqchi deydi. Hozir bu ishlar bo'lyotdi. Yuqorida men degan gaplarning hammasi shu sohada bo'layotgan ishlar, qo'llanayotgan tadbirlarning hammasi Xitoyniki ishlarini itib, uni yolg'iz qoldirib, shu orqali Xitoyni joylash. Hozir ashta qilmasa, Amerikani Xitoylar intan qattiq chirmib olgan endi. Buni Amerika tunib yetib o'tadi, shunga ma'ishlarni qilyotadi. Bugun deydigan 5-mazmun bir qism aralash xabarlar. Hozir endi Xitoyniki razilligiga odam chidamoq bek tas. Agar konkretni ishlarni o'qib olsanglar, odamni o'zini quyiga topolmaydi.
mağmı bək təs kelib ketib bardı yaqin kunlarda. Maşuqi sizlarga maş videoni ishlayman deb xabarni to'plab mangay deb har kunisi men yo'l minib chiniqqan vaqtimda yoki mashina haydag'an vaqtimda ishga berib keladigan vaqtlarimda xitoyniki narsani xitoy haqidagi narsani ko'p anglayman. Odam chidag'usiz bularniki qilayotgan ishlari odam chidag'usiz qora qilin nazariyasi ham ishlar shu bo'yicha bo'layotqanqa butun razillikni qilib etib buning hammasini boshqaga otib qo'yib Amerikaga otib qo'yib ashta qilayotgan bo'lg'achqa bizdek bir adolatparvar xalqqa chidamoq bak tasga. Endi hozir shu ashtaq ishlarni qilyotdi men degan bizni olmoq tasviyotgan ashtaq razil ishlar. Xitoylar shunday ishlarni qilish orqali o'zininki haqiqiy abdi basharsini butun dunyoga oshkorlayotdi. Har kuni degidek razillikni uchiga chiqaryotdi. Buningda bu jihatlarda mana shu dunyoda bo'layotgan eski ishlarning hammasining oqisida Xitoyning qo'li bor endi. Bu Yemendagi ishlarmi Xitoyning qo'li bor unda. Hamasning ishida Xitoyning qo'li bor. Endi bu ishlarga Xitoyniki razilligiga Rossiya, Iran va Koreya yordamlashyotdi. Ondan keyin Yevropa moslashyotdi. Men keyingi qismda Yevropa to'g'ri so'zlab beraman. Agar Yevropami Xitoyga taqobil turish ishida Amerika bilan bir maydonda tursa, ishlar boshqacha bo'ladi. Ammo har qitim halqiliq payt kelgan chog'da biroz ishlarni chiqarib qo'ydi bular. Hozir mana shundoq. Hozirmi mushu ishlardagi Xitoyga taqobil turish ishida bir qism ishlar ko'ngildagidek bo'lmayotdi. Yevropaniki Xitoyga moslashib berishi tufaylidan. Qisqasi dunyo hozir intayin ko'ngilsiz bir makonga aylandi. Men deyman ilmi yaxshi Donald Trump chiqib dunyoda faqat er va ayoldan iborat ikki xil odam bor deb. Hech bo'lmasa mushkil ishlarni to'g'rilayotdi. Unda qilmasa dunyo nega bir kitobga qo'llanmaydi. Hozir endi Uyg'urlarga ovoz chiqarish fursatlarimiz biroz ozib ketdi. Ozib mingyotdi tez suratda. Yaqında Kanada'da bir saylam bo'ldi. Bu saylamda yine Kanada'niki Liberal Partisi o'tib ketdi. Liberal Partisi degani burun Trudeau bosh ministr bo'lgan partiya shu. Aslidagi yaqinqi yillardagi taraqqiyot Kanada'niki konservativ partiyasi o'tish ehtimolga bek cho'ngdi. Lekin bu qatim o'tirib qo'ydi ular. Bunun sababini kishilar Trumpga atyotdi. Trump shu gapni bir so'zlam Kanadani biz o'zimizga 51-yilda qilib olamiz deb ashkatni deb yurib, bu konservativlar Amerikaga mayil, Trumpga mayil, bu liberal partiyadagilar qarshi, intan qattiq qarshi bular. Ashunlar Trumpning mana taqatuqi degan gaplari liberal partiyasiga yordam qildi. Shunga bu qatim liberal partiyasi o'tib ketdi deydi. Liberal partiyasi o'tib Trudeau'niki o'rniga chiqqan yangi bosh ministr bu intayin solchi, andaki Xitoyparast, Xitoyni yaxshi ko'radigan odam ekan. Bu ishlar ko'ngilsiz ishlar biz uchun. Uning ashtaq bo'ldi, Yevropaniki Germaniyaning saylami. Germaniyaning saylamidami biroz solchilar chiqib ketdi. Yine başka işler var, şuna o'xshash. Yaqinda Xitoylar bir COVID haqida aqtash kitob ishlab taqatdi. U kitobda Xitoyniki COVIDga qarshi urushdagi to'pisini maqtab, madillab o'tirib qo'ydi. Mama betaman degan razillikniki bir sendi. Ondan keyin yaqinda Amerika chiqargan Xitoy virusi haqidagi doklad hujum qildi. Hujum qilib bu qatimki shu COVID virusini paydo qilgan, dastlabki paydo qilgan o'rin Amerika deb Amerikaga atib qo'ydi buni. Bu ish ko'rinishda shunday cho'ng razillik amaliyotda bu bir yaxshi qaylanish mumkin. Nima chiqadi degan chog'da bu
Ши Цзиньпинники qaysi darajada saranglashganligini ko'rsatdi. Qanchalik amalsiz qolganligini ko'rsatdi. Shunga mush ishda bu ish Trumpning texnik ochig'ini keltirib, Xitoyga qarshi yana bir qism yangi tadbirlarni o'tirib chiqarish mumkin. Kishilar shunday faraz qilyotdi. Yaqında Xitoy Kompartiya hukumati 4 nafar xalq qurultiyi vakillariniki slaytini ep tashlab Bularning ichida birisi 4 odamniki birisi Xubey o'lkasiniki sekretari Zhang Chaoliang degan Xitoy. Bu Xitoy Wuhan virusining ahvollarini obdan bildi ekan. Endi analistlar deydi, bu Xitoyni hozir tutib turmuga sulitishdagi maqsad Xitoy virusi haqidagi ushurlarni keyin oshkorlab qo'ymasin. Bu odamni yo'q qilib etayli, shuni og'zi itilsin deb ashaq qildi deyapti. Shun bu yuqorqi Xitoy virusi bilan munosabatlik. Shunga abataman degandek bu ahvollar ehtimol Trumpni texnik xalq qilib Xitoyga qarta yangi tadbirlarni o'tirib chiqarish mumkin. Albatta eng chong tadbir Xitoyni iqtisodiy to'lam to'latish. Xitoy virusi munosabatida. Ashta qilsa Xitoy tartibsiz bayram bo'ldi. Anikin yaqinqi yana bir xabar Amerikaning davlat bexatarlik maslahatchisi Mike Waltz'ni Trump almashtiryapti. Uni huquqidan evitib, uning o'rniga hozircha Michael Rubioni vaqtliq qilib qo'ydi. Maniki Amerikalik adam Waltz shu, yamirsi Xitoy, Hong degan Xitoy. Bu Xitoy davlat bexatarlik konsuliniki muavin mas'uliyati, muavin boshliq bo'lgan. Aslida tayyorlik, tayyorlik. Lekin yo'q, ayol tayyorlik emas, ayol nima Xitoyda deymi? Bu ayolniki dadasi hozir Xitoydagi bir cho'ng harbiy shirkatniki boshlig'i ekan. Mush Xitoyni Amerikada 3-chi, 4-chi o'rinda turadigan ashtar cho'ng huquqqa muavin boshliq qilib qo'ygan ayni vaqtda. Bu qatim Wolfson tushganchalar bu Xitoyni tushiribdi. Xalqlar bak jiq gumon qilibdi, ansirabdi bu Xitoydan. Endi Xitoyga ishlab qilish mumkin deb. Ansirab shunga bo'chib ketdi. Buni o'rniga hozircha Rubio vaqtliq mas'ul bo'ldi. Yaqinda Amerikaniki Trump'daki kabinet ishida bir qism ziddiyatlar paydo bo'ldi. Odamlar sal chiqish olmaydigan. Waltz degan odamniki yaqin o'tkazgan bir xatolik bor. Rubio degan shu Rubioni bilasizlar. Nima desanglar yaqinda Yemendagi dengiz qaroqchilariga hujum qildigan harbiy harakat mush to'g'riliq Amerikaniki intan yuqori qatlamdagi o'yatidagi odam muzokara qilgan signal degan appda muzokara qilayotgan chog'da mush o'yatidamning ichiga nihoyatda so'lchil bir medianiki bir muxbirni kirib qolibdi buni ichiga. Hozirgi meni oldimda buni kirgizib qo'ygan shu Waltz ekan. Uqmay ismini xato ko'rib kirgizib qo'yibdi deb o'tirib chiqqan gap shu. Ba'zilar deydi bu Xitoyning o'yini bo'lishi mumkin deb. Bu muxbir Yemendagi yaqinqi cho'ng harbiy harakatlar bu tugab bo'lishini saqlab, u ishlar tugab bo'lgandan keyin bu odam e'lon qilyapti buni. O'ziniki shu o'yatkichlik to'pning ichida borligini, anikin shunchalik maxfiy narsalarni bularniki signalda muzokara qilganligi hamda uniki o'ziniki kirib qilishga sababchi bo'lganligi to'g'riliq. Bu intayin cho'ng parang bo'lib ketgan Amerikada. Bulutlu demokratlar bunu tutilib Trump hukumatiga intayin qattiq hujum qildi. Meniki hozir olgan xabarimda bundan boshqami biroz chek ketish ziddiyat o'shmagan ikki guruhga bo'linib o'tirdi, biroz ziddiyat tug'ilishga boshlabdi. Mana bu Waltz shuniki bir taraf ekan degan gap bor. Endi Waltz'ni mana bu davlat bexatarlik konsuliniki mas'uliy maslahatchisi rolidan evitib uni BDT'dagi Amerika vakili qilib bekitdi. Huquq darajasidan tushib ketdi biroz. Aslida burun
Rubio, tashqi ishlar ministri Rubio Voltsniki ostida dedi. Hozir endi Volts Rubioning ostida o'tib qoldi. Mana bir o'zgarish bo'ldi. Bu yerdagi men xush bo'lgan ish Xitoyni chiqarib aytgani. Bu g'arbliklar Xitoyni tushunmayli o'tib ketib bordi. Men o'zimniki chamasi yetadigan yerlarda hozir hammanglar Xitoyniki aqliy mulk o'g'irligidan tuyib ketdinglar. Tuyib ketib kompyuterniki parollarini murakkablashtirib NASA'niki ikki yerda post qo'yib ishlab qilyapsizlar. Lekin mush yerdagi Xitoylarni tozalamasanglar, Xitoylarniki Amerikaning aqliy mulkini o'g'irlash to'xtamaydi, texnologiyasini o'g'irlash to'xtamaydi. Bu birinchi omil mush deb kelyapman. Buni g'arblar tushunmay ekan ancha. Hozir mana shunday tushunmas qoldida, mushunday cho'ng o'ringa Xitoyni buni kirib qo'ygan ekanda. Muvaqqatan bu tozalandi endi. Aniki yaqinki yana bir yangilik, o'tganda prezident bilan Trump bilan prezident talashgan Harris hozir o'tirib chiqdi qaytadan. Yaqinda so'zlayotdi medialarda. Bu demokratlarniki Trumpga qarshi so'zlashini ko'rsanglar, odam aqli yetmaydi. Ashta bo'lib qoldi hozir. İnsaniyat, insonparvarlik, haqqoniyat, adolatlik, madaniyatlashish, bu narsalardan gap yo'q. Intayin gaplar qo'pol, og'zini buzib tillayotgan anadan keyin agar ashlaniki bunchilar bo'lsa, nayti uzun qolmay dunyo vayron bo'lib ketadigan bir tarafga ketayotgandek ashta tuyg'urdi odamga. Anlamoq pek tez. Ashta bo'lib ketib bordi, Mao Harris Kamala Harris o'tirib chiqib yeni shu ishni boshladi hozir. Ashta gaplarni boshladi. Medialarda men odatda atay ko'rmayman, ammo televizor kanalini almashtirib o'chib ba'zida chiqib kelib bir necha jumla so'zni olsam o'zim chidayolmay ketyapman. Albatta men sizlarga bir narsani dedim. Xitoy yaqinda Bugway tizlanmaymiz degan bir videoni chiqardi deb. Amerikaniki markaziy axborot idorasimi CIA. Onun ikki video chiqardi yaqinda. Bu video Naytil Hollywoodniki kinolarga o'xshab qoladi. Naytil gaplari yumor, yiqimliq, ashtaga gaplar. Til Xitoycha. Bu videoni Xitoydagi Xitoy Kompartiya amaldorlari, yuqori darajalik amaldorlari va ularniki kotiblarga qarata ishlab chiqadi. Sizlar umr bo'yi tirishdinglar. Partiyaga sodiq bo'lib, erkin bayasha tashayman deb qo'yatsizlar amaliyotda. O'ylab baqinglar kim uchun ishlayapsizlar? O'rninglar, xizmatinglar kapolatga egami? Kelgusida sizlar o'ylagandek bo'lalamizlar degandek gaplar bor bularniki. Men ashniki videosini tepib, shu bugungi videoning ostiga ulanishini chiqarib ko'rib baqinglar Xitoycha tili. Asosligi bu nima desa, Xitoy huquq qatlamini muqimsizlantirish roli bor bu videoniki. Xitoyda hech qanday odamniki xizmat o'rni kafolatga ega emas. Biz yaqinda ko'ryapmiz, Xi Jinpingniki atrofidagi odamlardan nurg'unlar tutilib ketyapti. CIA endi shundan foydalanib, o'ziga bir chiqish yo'lini izlayotgan Xitoylarni o'ziga tortib, shu orqali axborot egallash, mana ishni maqsad qildi deb o'ylayman men. Men bu videoning ulanmasini sizlarga ulabki, asl bugun shuni tepib, bir ozoq qo'yib beraymi deb o'ylagandim, uni vaqt yetmaydi, vaqt uzoq ketadi. Shu uzoqni ko'rib olinglar. Andaki bu videonun oxirida Xitoydagi amaldorlar, kotiblar CIA bilan qanday qilsa aloqalashadigan uchurlari mana tafsili bor buni ichida. Asal chiqiribdi. Andaki yaqinda ba'zi qarindoshlar so'rayotdi mendan Elon Musk Dodge'dan davlat ish unumi idorasidan chiqdi ekan, Elon Muskdan bir ish tug'ildimi deb. Elon Muskniki ishida hech qanday ish tug'ilmadi. Faqatla yuz berayotgan bir ahvol Elon Musk bilan Trumpniki iqtisodiy maslahatchisi Navarro degan kishi o'tgan masalan kitoblarni ko'rsatib qo'ydim. Shu odam o'tirsida ziddiyat tug'ilyotdi. Bu ikkisi sal bir-birini yaratmay gaplarni qilib medialarda yo Twitterlarda ashtaqilyotdi. Hozir bu ziddiyatni biroz keskinlashyotdi deydi. Albatta men degandek Waltz bilan boshqa odamlar o'tirsida, andikin Elon Musk bilan Navarro o'tirsida ziddiyatlar tug'ilyotdi biroz. Tutgan yo'lini yoqtirmay
bu ish qanday bo'lib ketadi o'qimayman. Volts degan odamningmi davlat bexatarlik konsulniki mas'uli maslahatchisi huquqida tug'uniga aranda 100 kun bo'lgan. 2016 yılı Trump prezident bo'lgan vaqtida uninga General Flynn degan bir odam maslahatchi bo'lgan, mashhur o'tgan. O'tib 22 kundan keyin demokratchilar bu odamni qiltaqqa tushirib, ashuna bilan jinoyat ortib, turmuslab bu odamni. Azar turmuga yetib chiqdi bu odam. Shuni uchib ketgan. Maqatim Voltsga ish bo'ldi, 100 kundan keyin bu uchib ketdi. Shu azraqcha yerilishlar bo'lyotdi, daz ketyotdi biroz. Meni orzuyim bu ish pek taraqqib ketmasa deyman. Trumpniki kabinetidagi qolgan odamlarning ittifoqligi yaxshi, hamkorlashib ish qilyotdi. Ishni intayin tez qilyotdi, unumli qilyotdi. Menimcha bu ishlar bundan egilishib ketmaydi deb o'ylayman. Shuni orzuyim bor. Andan keyin yaqinda bo'lgan yana bir ish 4-ayning 22 kuni Pakistan bilan Hindistondagi Kashmirdagi to'qinishi yuqori pallaga chiqdi. Bu ishdami Xitoyning qulva da'vatqanlar bor. Xitoylar davomli mushtaq dunyoning u yerda bu yerda qalamqanchilikni paydo qilib, shu orqali Amerikaniki zehnini kuchini chechib, o'zini maqsad yetadigan ashtaq bir taktikasi bor bularniki. Shu bu ishning aqsini Xitoy bor deb degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Endi bundan kelib chiqqan bir yomon ahvol nima desa, Modi Hindistondagi nurg'un masjidlarni chiqishga boshladi bu. Men videolarini ko'rdim. Buning hozir darajasi qayerga bordi o'qimayman, ish qilib nihoyatda zo'r odamlarni chiqarib masjidlarni chaqadigan ishlar bo'lyapti Hindistonda. Bu bir to'qinish kelib chiqdi. Nemishkin yaqinqi vaqtlarda shu Rossiyaniki Ukrainaga kirishi, Hamasniki Isroilga hujum qilishi, mushlardan keyin dunyoning u yer bu yerdagi voqealar to'xtamay, dunyoniki Uyg'urlarga bo'lgan diqqati butunlay yo'qolib ketyapti hozir. Yine mushtaşlar chiqib bordi mana shu ishlarning birisi. Shunga bak ko'nglim yerim meniki. Anikin yaqinqi yana bir cho'ng xabar Vatikanniki popi nima Francis degan odam o'lib ketdi 88 yoshida. Hozir yeni pop saylash boshlanib bo'ldi. Bu yeni saylam 5-ayning 7-kuni boshlanadi ekan, yani 4 kundan keyin boshlanadi ekan. Ammo natija qachon chiqadi uqilolmaydi. Qizil paltoliq poplar bor, 130 odam. Kinolarda ko'rsatgan videolarda ko'rdinglar. Shu 130 odamdan 90'ı bilet tashlagan odam poplar ekan. Onun ait bir murakkab jarayonlari bor. Qizsanlar ko'rib olsanlar bo'ladi, men bu yerda to'xtalolmayman u to'g'riliq. Shunga 70'lar boshlandi ekan bu ish. Endi bu Francis degan odam to'g'riliq har xil ko'z qarashlar bor. Bu odam bu o'z dininiki qimmat qarashlarini burmilab, ojizlashtirib, buzib degandek bir qism ishlarni qilgan masalan, hamjinslik kishilarni qo'llab, intayin so'lchil, Xitoyga amroq. Bu odam Xitoyga bir boraman deb Xitoyga yilinib, yolvorib, qilib borolmaydi sababi nima desa, va Vatikanniki Tayvan bilan diplomatik munosabat bor ekan, Xitoy bilan yo'q. Ashta boshqa Xitoy faqat dashatmaydi, lekin naiti yumshoq boshliqlar kelgan chog'da. Ashta ketgan bir odam bu. Hozir yangidan saylam qatnashadigan 5 kandidat bor ekan. Aniki madamniki yani shu muhit yo mushuliq nurg'un ko'z qarashlari uchiga chiqqan so'lchillar bilan o'xshash dunyoni buzadigan. Shu tarafdagi bir odam bu. Hozir yangidan o'zini ko'rsatgan kandidatlardan 5 bor ekan. Bularniki birinchidan 3-chisi hammasi so'lchil. Shu odam o'zi tanlagan, tillabmış qiz paltoni kiygizgan odamlar deydi. Ashta boshqa ko'z qarash o'xshash deydi. 4-chisi bir afrikalik popkan. U tunji qatim bir afrikalik qartalik popniki shu saylamga kirishgan bu tarixda. 5-chisi biroz konservativ. Mesela 5 odam qatnashadi ekan. Shuni kim tutib chiqadi qololmaydi bu qatim.
Andan keyin bugun to'xtaladigan 6-chi mazmun men abad azroq dedim. Yevropa Birligi har qatim Amerika Xitoyga cho'ng taqabul turish hujumini kurashni boshlasa yaltayib qoldi deb. Yaqinda ba'zi ishlar yuz berdi. O'tganda Yevropa Birligininki 4 parlament a'zosi Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilganligi uchun Xitoylar ularga jazo qo'llangan. Jazo qo'llanib Xitoyga ikkinchi puttasiz bo'lmaydi deb jazo qo'llangan. Shu sababdan mening esimni qilish shundoq. U to'rt odamning hammasi faqat shu sababdan Uyg'urlar sababidan shunaqa qilganmi yoki boshqa sabablarmi bor, uni bu yerda tekshirib boqmadim. Chiqib to'rt odamga jazo qo'ygan. Mening bilishimcha shu Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilganligi uchun deb mening esim qolish shundoq. Bu to'rt odamga Xitoy jazo qo'llangandan keyin Yevropa Birligi Xitoy bilan tuzmoqchi bo'lgan bir savdo kelishimini bekor qilib o'tgan. U intan zo'r pul miqdori intan zo'r bir savdo kelishimi edi ayni vaqtda. Buni bekor qilib, bu jihatdagi suhbatni butunlay to'xtatgan bo'lar. To'xtatib, bu toki yaqingacha shunaqa bo'lib kelganda, endi Trumpniki chegara beji ishlar o'tirib chiqqandan keyin Xitoy Yevropani o'ziga tortib, bu jihatda Yevropani biroz hozir yumshoq qilyotdi. Xitoy A4 parlament a'zosi qo'ygan jazoni eptashyapti. Shuning bilan Yevropa Birligi Xitoy bilan bo'lgan savdo suhbatini qayta boshlaymiz degan narsa o'tirish qilyotdi hozir. Bu jihatda 4 sohada ishlar bo'lib o'tibdi. Uning birinchisi Xitoyniki elektrlik mashinasi Yevropaga kirishi. Bu intan ig'ir ta'sirotidi Yevropaga. Bu jihatda bu jihatdagi Xitoy bilan bo'lgan suhbat hozir yine boshlanadi ekan. Asosligi Xitoy o'zining elektr mashinalariga davlatdan yordam qilib bahosini tushirib etib, shu orqali Yevropaniki elektr mashina sanoatini vayron qilib qolgan ahvol. Mushto'g'liq endi suhbat yine boshlanadigan bo'libdi. Yana birisi hozir endi Amerika Xitoyniki yemekliklariga ig'ir chegara beji qo'shayotganligi uchun mushu narsari endi Yevropaga kirishga boshlashi mumkin. Deb bu jihatga andishalar bor ekan, bu jihatga suhbatlar moyini boshlandi ekan. Ana uchinchisi biroz keng ko'lamlik Xitoy Yevropa Birligi munosabati haqida. Bu jihatda abaytaman degan Yevropaniki Xitoyga mablag' solish jihatdagi mushu jihatdagi suhbatlarni asliga keltirildi. To'rtinchisi Yevropa Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatni uzmaslik. Ammo iqtisodiy jihatdan Yevropaga keladigan tahdidni azaytish, mush sohadagi izlanishlar, suhbatlar bo'ldi ekan. Mana to'rt sohada bo'ldi ekan suhbatlar. Qisqasi burun to'xtab qolgan suhbat yine asli keladigan bo'ldi hozir. Bu qanday taraqqiy qildi, yine keyin vaqti kelgan chog'da men sizlarga endi so'zlab beraman. Shuna qilib bugun degan mazmunlar tugadi. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.